Hoy, Bozo, sen uchun eng qadrli narsa nima? Men uchun eng qadrli narsa bu emerald. Xo'sh, bu to'g'ri javob ham deylik. Unda men tinchgina seni o'ldirmasdan ketaman. Xo'sh, sening javobing to'g'ri edi. Men unda ketdim. Va men aldagan edim. Bu xato javob. Hoy, hammasi shu yerdan boshlanganmidi? Kelincha hammasini tushuntirib beraman. Men 2000 ta obunachi bo'lman. Endi yana bitta video olish kerak. Xo'sh, mening qancha pulim qolibdi? Nima? 18 ta emerald? Xo'sh, buni to'g'rilash kerak. Bunda men hozir narsalarni olaman. Xo'sh, men ishimni boshlasam ham bo'ladi. Demak, birinchi uy. Menga bor budimni chiqar. Yordam beringlar, yordam. Yordam. Onangni qayerga qochib borasan? Bo'tga bo'tga nima? Yordam so'rab qochadi. Xo'sh. Mana sandiqda bo'lsa kerak. Nima? Bitta izumrud. Xo'sh. Nima qilsam bo'ladi? Bu pastdagi nima? Qani ko'raylikchi. Xo'sh. Yashirin yer to'la. Xo'sh, buning ichiga kirishim kerak. Sandiq. Mana sening boyliging, yashirib qo'ygan joyingni qara. Menga bu kerak emas. Bo'ldi, obunachilar, bu videoni nima uchun olyapti deb o'ylasanglar, sababi katta videolarda aktiv yo'q. Ya'ni shu videoda aktiv bo'lsa yoki 100 like yoki 50 like bo'lsa, men katta videolarni chiqarishni davom etaman va juda ham ko'p chiqaraman. Oldingi videoda aktiv bo'lmadi, shuning uchun shu videoni tayyorladim. Balkim aktiv bo'lar deb. Xo'sh, unda videoga ketdik. Xo'sh, pulim ko'pligidan ishtonim tushib ketyapti. Xo'sh, sal paylam kelsam bo'lar ekan. Unda men ketdim. Xo'sh, bu joyda nima qilyapti bu sandiq? Xo'sh, ichida nima bor? Mana senga boylik. Endi men boyman. Nimalar bo'lyapti? Nima bo'lsa ko'rma. Unda buni bosib ko'rishim kerak.